Assalomu alaykum obunachilar. Mana bu darvozani qaranglar, juda chiroyli darvoza ekan. Narxi ham o'ta arzon. Qanchada o'ylaysizlar? Aniq bilaman, buni topish ham o'ta qiyin. Chunki haqiqatan ham juda arzon. Pechatli darvoza, shtampovka deydi ruchasiga. Yangi basar, sariq nejiogadan foydalanilgan. Yonlari 8 ga 6 profilda ishlagan, 1.5 ssenariy. Ikkita tomoni. Pastga esa 8 lik shiviller. Tepa tomoniga esa 8 ga 4 dan foydalanilgan taxiyalar. Tepa o'rtasi. Profillari 6 ga 4 ishlagan. Bir ishlagan joyi ham bor, bir ishlagan joyi ham bor. Xo'p, endi bu yerda bitta nimasi? Bitta minus tomoni listida xolos. Ya'ni u ham minus emas. Juda ko'pchilik shundan buyurtma beryapti, ya'ni 0.9. Umuman olganda boshqa joyda muammo yo'q. To'g'ri, ba'zi bir yerda yerda urilgan joylari bo'ladi. Unisini o'rnatish jarayonida, ya'ni sizga olib borib, sizlarga topshirish jarayonida unisini to'g'rilab beriladi. Orqa tomondan bir ko'rsatib o'tay birinchi bo'lib. Mana bu orqa tomondan ko'rinishi. Tepadagi lazer gullari reflonka listdan, ya'ni bir uchilis bo'ladi. Qolgan yeri 0.9, shu aytgandek 1.1, 1.5 ssenali profil va listlardan foydalanilgan. Razmerlari 3.30, eniga balandligi 3.60. Ya'ni kichkina razmer emas, qulay razmer va chiroyli holatda. Ranglari ham ko'ryapsiz. Biroz zangor, ya'ni yashilga tortilgan rang tortilgan, qilingan. Endi narxi keladigan bo'lsa, xuddi shu darvozani deyarli kvadrati 450 dan to'xtaydi. 5 million 350 mingga vodiy bo'ylab o'rnatib beriladi. Agar boshqa joy bo'ladigan bo'lsa, odatdagidek ekrandagi raqamga qarab chiqasizlar, narxni xudo xolsa kelishiladi. 5 million 350 mingga. Menimcha juda qulay narx. Menimcha bundan arzon narxda topish biroz qiyinroq. Chunki bu yerda nejioykasi ham falon pul turadi, o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu yerda buni yasagan egasi o'zi nejioyka bilan shug'ullanadi. Shuning uchun buni sovg'a dedi. Buni xarajatga qo'yishgani yo'q.